Bu Ramazon oyida Alloh subhanahu va taolo farz bo'lgan ro'zani tutish bilan ko'plab dunyoviy va uxroviy oxiratga tegishli manfaatlarga ham erishishga imkoniyat qilib berdi. Bandani nafsi poklanadi, shahvatini ustidan ana shu ro'zador bo'lgan kishi g'olib bo'lishlikka harakat qiladi. So'kinar ekan, masalan, har bir odam erkalab ham so'kadigan odamlar bo'ladi. Bolasini bir erkalab, "Jonim bolam" deydigan bo'lsa ham, bir so'kib erkalab qo'yadi. Shunaqa odamlar o'zini tuzatishligi uchun eng yaxshi fursat Ramazon. Zararli odatlari bor ekan, qo'lni mamnaq qilib turar ekan yoki bunaqa qilib turar ekan. Ana shunday vaziyatlardan ham qutulishlik uchun eng yaxshi narsa Ramazon. Xudo xolasa Ramazonga yetkazdi Robbim, mashi odatlarimdan qutulib olaman desa, Allohning o'zi ko'mak beradi. Alloh yordamchi bo'ladi. Sekin-sekinlik bilan shu zararli odatlardan, og'izlarimizdagi fahsh so'zlardan, boshqa amallardan ham qutulib chiqib ketamiz.